Cobalt Midline, Cobalt MSM. Bunisi Midline, bunisi MSM. Bu avtomobilga metan qo'ysa bo'ladimi? Da, qo'ysa bo'ladi. Faqatgina siz uстановкani ideal qilishingiz kerak. Reduktorlarda joylashtirganimizga bitta ahamiyat berib qo'yasiz. Taqirlamaydi, boshqa qilmaydi. Akkuratniy holatda suv sirkulyatsiyasini ham eng garantiyli joylardan olganmiz. Ish sifatiga bitta ahamiyat berib qo'yasizlar. Ya'ni Basico 24 foydalanganmiz, chotki qilib joylashtirganmiz va italyanskiy original o'xshashi bo'lmagan farsunkalar va spetsialniy biz Porsche'ga yaqinlashtirish uchun kollektor tayinlatish ham shu holatda mashina yurishi idealniy bo'ladi. Va X original reduktor, buni ham poddelka varianti bor. Aldanib qolmang. Zapravочница ham mana shu joyga qo'yganmiz. Eng zapravочникlarga eng udobniy bo'lgan joy mana shu joy bo'ladi. Ish sifati yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'ying. Bu tomondagizga ham endi ish jarayoni ketmoqda. Kimgadir mana shu ustanovkalar narx-navoz qiziq bo'lsa, Sirdaryo metangizga obuna bo'lgan bo'lsangiz, super mega chegirma narxida, aytgancha 100 ming so'm pul bilan bu avtomobilda 250 dan 300 prava yurib o'tishingiz mumkin, ya'ni metanda. Endilikda agar shu avtomobillarga propan qo'yadigan bo'lsangiz, 230 ming so'm pul hozirgi kunda sizda 400 kilometr kutib turibdi. Ya'ni agarda propan qo'yadigan bo'lsangiz, har qanday turdagi avtomobillarga chegirma narxida 12slarga ham propan va metan ustanovka qilamiz. Bu videoni barcha Cobaltchilarga va 12si borlarga yuborib qo'ying. Keling, kafolati bilan ustanovka qilib beramiz.